Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, yaxshimisizlar? Issiqqa tegishli hadisda, sahih hadisda kelgan bu. Hadisda do'zax Allohga shikoyat qilib, "Ey Robbim, biz tilda aytayni, o'zim yeb oldim, ey Robbim. Akala ba'don deydi. Ba'zim yeb tashladi. Chunki do'zax yonadi tinmasda, ichi ham, toshi ham deganda. Shunda Alloh taolo izn beradi do'zaxga va 2 marta nafas oladi. Hadisda kelgani eng issiq topgan vaqtinglar o'sha do'zaxning issig'idan, eng sovuq topgan vaqtinglar do'zax sovug'idan degan. Demak, shundan bilinadiki, do'zaxda Alloh saqlasin do'zaxga tushishlikdan, Allohdan uzoqdan bo'lsa barchamiz. Issig'i bilan emas, balkim sovuq bilan ham azoblaydi ekan deb shundan olimlar foyda olgan. Endi chilla degan o'zi qirq va nima bo'lsa ham birodarlar, issiq bugun endi bizni odatimizga ko'ra 25-dan boshlab chilla boshlanadi-da. 25-iyundan boshlab 40 kun chilla endi buyog'i, yoki qishki kunida 25-dekabrdan boshlab 40 kun chilla. 5-fevral, 5-avgust buyog'i. Lekin hadisda kelgani birodarlar, shu eng issiq paytda o'sha do'zax nafas olganda deb kelganda. Issiqda buni bir olingan foyda. Issiqda qanaqa qiyinchiligini ko'ryapmiz-ku. Endi Alloh saqlasin, do'zaxda issig'ini tasavvur qilib ko'raylik. Hamma masala iloji bor salqinga qochadi issiqda. Do'zaxda uning iloji yo'q, Alloh saqlasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ittaqun nar va la bishqi tamratin, yarimta xurmo bilan bo'lsa ham o'zingizlar qutqaringlar do'zaxdan deganda. Lekin xushxabar mo'minlarga qiyomatda undan ham issiq bo'lgan paytda Alloh taolo o'zi shu soylantirib qo'yadi kimlarnidir. Bu endi uzun hadis-u. 7 sab'atu yuzilluhumullohu yawma la zilla illa zilluh. 7 toifani Alloh taolo soylantiradi degan. Shunga birodarlar, issiqni bir tasavvur qilib, do'zax qanaqa bo'lar ekan Alloh saqlasin. Qiyomatda qanaqa bo'lar ekan Alloh saqlasin. Shularni bir Alloh taolo bizga ibrat uchun issiqni beradi ekanda. Bizni deyar o'zi bilsangiz, yozimiz o'ta issiq, qishimiz o'ta sovuq. Shunga mana bizni badanlarimiz chiniqib ketganki, immunitet baquvvat insonlarni bunday miyasi ham yaxshi ishlaydi debgan olimlar. Ikkalasiga ko'nikkanligidan debgan ekan. Vallohu a'lam. Eslatma qoldirdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.